Bismillahirrahmanirrahim. Bugün o'qiydiganimiz arab tilini yangi o'rganayotgan qarindoshlarga oid mos keladigan Abul Hasan an-Nadaviyningki Qisasun Nabiyina lil Atfal degan kitobi. Muqaddima qismini so'zlamadik. So'zlamayla birinchisidan boshlaymiz. Man kasaral asnama. Butlarni kim chaqdi? Birinchisi bai'ul asnami. Butlarni satquchi deydi. قبل أيام كثيرة جدا نهاية köp günler ilgiri uzak zamanlar ilgiri demekçi. كان في قرية رجل مشهور جدا. Ma'lum bir kentte nihayet meşhur bir kişi var idi. Qaryatun degan yeza yoki kent yoki shahar degandek ma'nolarda. Ve kana ismu hazar rajuli Azara. Bu kişinin ismi Azar idi. Ve Azar butlarni satattı. Ve bu yezida yoki bu shaharda nayet çoğun bir öy bar idi. Bu öyde butlar bar idi. Nayet köp butlar bar idi. İnsanlar muşu butlarga secde kılattı. Ve Azar bu butlarga secde kılattı ve Azar bu butlarga ibadet kılattı. İkinci veladu Azar. Azar'nın balası. Azar degan g'ayrimunsarif ism bo'lg'achqa mudofun ilay bo'lsa-mu zabar o'qiymiz. Azarning bir nayt aqlliq, bahmu aqlliq balasi bor edi. Bu balaning ismi İbrahim idi. İbrahim insonlarni butlarga sajda qilayotgan ko'di va insonlarni butlarga ibodat qilayotgan ko'di. İbrahim bu butlarning tosh ekanligini bilatdi. Ve butlarning so'zlamaydiganligini ve anglamaydiganligini biletdi. Ve butlarning hech qanday ziyon yetkazolmaydiganligini yoki bir foyda yetkazolmaydiganligini biletdi. Chivin butlarning ustida o'ltirsa yoki qo'nsa, uni hadiyalamaydiganligini ko'ratdi. Chashqan butlarning tamoqini yeb qo'ysa, uni o'zidan ma'ni qilolmaydiganligini ko'ratdi. İbrahim özünün ko'nglida fi nafsihi öz ko'nglida mundaq deydi. Nima uchun insonlar butlarga sajda qiladi? İbrahim o'zidan so'raydi. Nima uchun insonlar butlardan so'raydi? Uchinchi nasihatu İbrahime. İbrahimning nasihati. İbrahim dadasiga deydi. Ey dada, nima uchun bu butlarga ibodat qilasan? Ve ey dada, nima uchun bu butlarga sajda qilasan? Ey dada, nima uchun bu butlardan so'raysan? Haqiqatan bu butlar so'zlamaydi ve anglamaydi. Ve bu butlar ziyon yetkazolmaydi ve foydam yetkazolmaydi. Ve li ayyi shay'in, nima uchun bu butlarga taom ve ichadigan ichimliklarni qo'ysan? Ve bu butlar ey dada yemaydi ve içmeydi. Azar açıqlaydı, g'azablanadi ve tushunmaydi. İbrahim o'zining qavmiga nasihat qilatdi. Ve insonlar g'azablanadi ve tushunmaydi. İbrahim mundaq dedi. Kishilar ketgan chaqda men butlarni chaqaman. Bu chaqda insonlar tushunadi. Hayna izin degan shu chaqda degan gap. Dördüncü İbrahimu yaksirul asname. İbrahim butlarni chaqidi. Bayram günü geldi. Kishilar hoş bo'ldi. Kishilar bayram uchun chiqib ketdi va kichik bolalarmi chiqib ketishdi. Va İbrahimning dadasi chiqib ketdi. Va İbrahimga mundaq dedi. Biz bilan billa chiqmamsan? İbrahim dediki, ana saqimun. Men kesal dedi. İnsanlar ketdi, İbrahim uyda qoldi. İbrahim butlarning qishig'i keldi ve butlarga mundaq dedi. So'zlamamsizlar, anglamamsizlar. Mana bu taom, yeydigan narsa yemeklik ve bu ichadigan narsa ichimlik. Yemamsizlar, ichmamsizlar. Ve butlar jim tudi, shuktudi. Chunki ular tosh bo'lib so'zlayolmaydi. İbrahim mundaq dedi. Ma lakum la tantiqun. Nim bo'ldi sizlarga so'zlamaysizlar-ku? Va Qur'onning oyati ekan-a? Yoki sizlar nimishqa so'zlamaysizlar degan ma'noda.
Butlar jim turdi va so'zlamadi. Bu chaqda İbrahim g'azablandida paltini oldi va axazal fa'sa. Fa's degan palta. Va daraba İbrahimul asnama bil fa'si va kasaral asnama. İbrahim butlarni palti bilan urdi va butlarni chaqdi. Va İbrahim eng cho'ng butni chaqmay qo'yib qo'ydi va paltini uning bo'yniga esib qo'ydi. 5. Men fa'ala haza. Buni kim qildi? Kishilar qaytib keldi. Ya'ni bayram qilgan joylardan qaytib keldi. Va shu butning uyi degan gap, butxonaga kirdi. Va kishilar butlarga sajda qilmoqchi bo'ldi. Iroda degan gap irod qildi, niyat qildi, o'yladi degan gap. Chunki u bayram kuni edi. Lekin kishilar ajablandi, ta'ajjaba, hayron qoldi va dahishu, cho'chishdi. Va kishilar afsuslandi va g'azab qilishdi. Va ular mundaq deyishdi. Buni ilohlarimizga kim qildi? Ya'ni bu ishni kim qildi? Ular deyishdiki, sami'ana fatan yazkuruhum yuqalu lahu İbrahim. Biz bir yigitni angladik. Ya'ni insonlar uni zikr qilayotgan, ya'ni uning ismini devatgan, uning ishlarini devatgan. Yuqalu lahu İbrahim. U İbrahim deyiladigan bir yigit demakchiga. Ular deyishdiki, ya'ni kishilar İbrahim alayhissalomga dediki, buni bizning ilohlarimizga sen qildingmi ey İbrahim? İbrahim dediki, bel fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum. Balki buni bularning cho'ngi qildi. Ulardan so'rab beqinglar. Agar ular so'zlaydigan bo'lsa. Va kana an-nasu ya'rifuna anna al-asnama hijaratun. İnsanlar butlarning tosh ekanligini bilatdi. Ular, ya'ni insonlar toshning anglamaydiganligini va so'zlamaydiganligini bilatdi. Va ular eng cho'ng butning ham tosh ekanligini va eng cho'ng butning mengishga va harakatlanishga qodir bo'lmaydiganligini yoki mangmaydiganligini va harakatlanmaydiganligini va eng cho'ng butning butlarni chiqishga qodir bo'lmaydiganligini bilatdi. Ular İbrahimga mundaq dedi. Sen bilasanki butlar so'zlayolmaydi. Yoki butlarning so'zlayolmaydiganligini sen bilasan. İbrahim mundaq dedi. Undaqda sizlar qandaqsiga butlarga ibodat qilasizlar va u butlar ziyon yetkazolmaydigan tursa va foyda yetkazolmaydigan tursa. Va kayfa qandaqsiga yoki nima uchun butlardan so'raysizlar va u butlar so'zlayamasa va anglayamasa. Ala tafhamuna shay'an. Sizlar bir narsani tushunmamsizlar. Afala ta'qilun. Sizlar aql ishlatmamsizlar. Va insonlar shuk turishdi, jim turishdi va xijil bo'lishdi. 6. Narun baridatun. So'quq o't. Narun degan muannas ism mo'g'ashqa, muannas ma'navi. Uning sifati baridatun deb ayolliq kelgan. İjtama'an nasu va qalu maza naf'alu. Kishilar to'plashdi va mundaq deyishdi. Nima qilamiz? Hamda qandoq qilamiz deyishdi. İbrahim butlarni sundurdi va ilohlarga ihonat qildi. Ilohlarni xo'rladi. Va sa'alan nasu. İnsanlar so'rashdi. Ma iqabu İbrahim. İbrahimning jazosi nima? İbrahimning jazosi nima? Javob shunday bo'ldiki, İbrahimni ko'ydiringlar va ilohlaringlarga yordam beringlar. Va hakaza kana. Mana mushundaq bo'ldi. Ya'ni ish mushundaq bo'ldi. Ular o't yoqdi va İbrahimni shu o'tqa tashildi. Lekin Allah İbrahimga yordam berdi va o'tqa mundaq dedi. O't İbrahimga so'g'uq va xotirjam bo'ling. Va hakaza kana. Mushundaq bo'ldi. O't İbrahimga so'g'uq va xotirjam bo'lib berdi.
İnsanlar otning İbrahimga ziyan yetkazolmayotganligini ko'rdi. Ya'ni otning İbrahimni ya ko'ydirmaganligini hech bo'lmaganligini ko'rdi. İnsanlar İbrahimning xo'shal ekanligini ko'rdi. Va İbrahimning xotirjam ekanligini ko'rdi. İnsanlar cho'chib ketishdi va hayron bo'lishdi. 7. Men Robbi. Robbim kim? Va zata laylatin degan ma'lum bir kechida degan gap. Ra'a İbrahimu kawkaban. İbrahim alayhissalom kichik vaqtida kechida osmonda bir yulduzni ko'rdi. Faqala haza robbi. Ondan bu mening Robbim dedi. Valamma g'abal kawkabu, u yulduz yo'qolib ketgan chaqda, ya'ni tong atqanda yulduz yo'qolib ketdi-ku, shu chaqda İbrahim mundaq dedi. Yo'q, bu mening Robbim emas. Va İbrahim oyni ko'rdi va dediki, bu mening Robbim. Va oy yo'qolib ketgan chaqda İbrahim, yo'q, bu mening Robbim emas dedi. Va quyosh chiqdi. İbrahim dediki, bu mening Robbim. Bu cho'ngroqkan dedi. Quyosh kechida yo'qolgan chaqda, ya'ni kun petib ketgan chaqda İbrahim, yo'q, bu mening Robbim emas. Haqiqatan Allah hayotdir, u o'lmaydi. Chunki Allah mangu qoladi, yo'qolmaydi. Innaning ta'lil, ya'ni illatni bildirilgan mansbat. Chunki deb tarjima qilsak bo'ldi. Chunki Allah kuchlidir, hech bir narsa Allohni yengolmaydi. 8. Rabbiyalloh. Mening Rabbim Allah. İbrahim Allahning o'zining Rabbi ekanligini tunidi. Chunki Allah hayotdir, u o'lmaydi. Va Alloh taolo baqidir, ya'ni mangu qolg'uchidir, yo'qolmaydi. Allah kuchlidir va uni hech narsa yengolmaydi. La yaghlibuhu shay'un. Va İbrahim Alloh taoloning yulduzlarning Rabbi ekanligini bildi. Arafa degan bildi, tunidi degan gap. Va Allohning oyning Rabbi ekanligini va Allohning quyoshning Rabbi ekanligini va Allohning olamlarning Rabbi ekanligini bildi. Allah İbrahim alayhissalomni hidoyat qildi va uni nabiy, payg'ambar va o'zining xalili qildi. Xalil degan do'st bo'lgandimi, mehr muhabbatini aytdi, yaqin bo'lgan, muhabbatini aytdi, kuchli bo'lgan do'st. Alloh taolo İbrahimni buyurdi, ya'ni qavmini da'vat qilishga va ularni butlarning ibodatidan to'sishga Allah İbrahimni buyurdi. Amara degan buyurdi degan gap. An va anna bu masdar qiladigan qo'shimchalar. Şuna ilgiri o'tib ketgan jumlada va shundaqla bu yerdagi an yad'u va qavmahu degan yasalma masdar amara degan fe'ilninki ikkinchi maf'ulun bihisi, birinchi maf'ulun bihisi İbrahim. Da'a yad'u degan da'vat qildi, Alloh taolo tarafga chaqirdi degan gap. 9-chi keldik inshaalloh. Ata o'qiymiz inshaalloh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.